halol yursin, chaqimchilik qilmasin, birovni dilini og'ritmasin, laqab qo'ymasin, birovning ustidan kulmasin va hokazo va hokazo. Dinning go'zalligi shu bilan. Dinning go'zalligi do'ppi soqol bilan emas. Do'ppi soqol yahudda ham bor, o'g'rida ham bor, mushrikda ham bor. Ularda ham bosh kiyimi bor, ularda ham soqoli bor. Lekin bizni ulardan farqimiz, biz islom dini, islamun degani yaxshilik dini degani. Dinul islam o'zbekchasiga bu yaxshilik dini degani. Bu degani dinul islomda islom dinini qabul qilgan odam yaxshi odam bo'lishi kerak. Yomon odam bo'ldimi, endi uni musulmon deyilmaydi. Endi uni fosiq deyiladi. Fosiq degani yomon odam degani.